Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 9-yanvar. Xudo xolasa Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida Le'lin qishlog'ida yangi ko'l ochilyapti. Xudo xolasa shuni munosabati bilan Hokimnazar ko'li xudo xolasa 700 kiloga yaqin 3 ta ko'limizga baliq tashalyapti. Mana baliqlarimizda eng kichkinasi ham 1,5 kilo, 2 kilolik. Xudo xolasa ertaga 10-yanvar kuni baliq ko'limizda ochilish munosabati bilan obyektlar baliq ovi ham birinchi kuniga besplatniy, bepul, bemalol kelib turib baliq ovlab dam olib ketishlari mumkin. Xudo xolasa mana hozir yaqindan baliqlarimizni katta kichikligini sazan baliq tashalyapti. Holatlari mana tepadan ko'rsatib beramiz. Mana ertamatdan kelmaydi, ertamatdan ko'rchilar. Baliqlarimiz xudo xolasa ichkaridagi holatlari oxirlab qoldi. Ko'rga kelib mana tashlayapmiz. Bemalol kelib dam olib ketishlari mumkin. Xudo xolasa manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Le'lin qishlog'idan. Bog'dod, Rishton, Oltiariq tumandagilar bemalol kelib qiziqqanlar kelib, obyektlar bepul, baliq ovlash birinchi kuniga bepul, bemalol kelib dam olib ketishlari mumkin. Mana baliqlarimizda El orasida mana Hokimnazar baliq ko'liga. Kattaliklarni ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa eng kichkinasi ham 1,5 kilodan baland. 3 kilo, 3 kilodan 4 kilogacha, 5 kiloliklari ham bor xudo xolasa. Mana 4 kiloliklar. Aka, 5-6 qoldimi? Ha.